Oyijon, yonimizda yo'qsiz-u, ammo qayergadir vaqtincha ketganga o'xshaysiz. Asta telefonning go'shagin qo'yib, manzilga sog' omon yetganga o'xshaysiz. Nimadir tiqildi bugun bo'g'zimga, tugamas ekanda sog'inch muddati. Hovlimiz mung'ayib qolganmi go'yo, sizning kelishingiz u ham kutyapti. Kuldim do'stlar bilan qalbim qaqshardi. Ko'z yoshimga qo'shilib men ham to'kildim. To'g'ri, qaynonamsiz, lekin nima qilay? Men sizni hammadan ko'proq sog'indim. Oyijon, endi bilyapman, endi anglayapman. Maslahatlaringiz kerak bo'lyapti. Nimagadir bilmadim nimaga sizni yomon sog'inyapman. Qiyin ekan onasiz, qaynonasiz. Osmon uzilmadi, siz ketgach to'g'ri. Rizq ham kamaymadi, hayot etar davom. Ammo siz uyimda turgan davrlar kengroq, sharafliroq ekanda har yon. Sezildi, yurakdan uzildi bir ip. Mehringizga o'rgatib tashlab ketdingiz. Mung'aygan, sarg'aygan mahzun ko'zlarda nedir surat bo'lib qolib ketdingiz. Alamlarim ichni kemirib yotar. Bilmam tun shu bo'lsa tong qanday otar. O'sha sizdan dakka eshitgan mahal eng go'zal kunlarim bo'lgan bexatar. Bugun ahvolim shu, ko'zlarim mayus, qutlug' dard yukiga sherik ekanman. Oyijon, yig'lab chiqdim ertalabgacha. Sizni juda yaxshi ko'rgan ekanman. Balki aytilmagan bir qancha so'zlar. Mehringiz bizlarni ipsiz bog'lagan. Siz meni tinmasdan tinglar edingiz. Hali sizga orzu qilganlarimdek mehr bera olmagandim. Mana shu armon. Endi angladim. Shu armondan yuragim yonar. Shu sabab qiynalar yuragim yomon. Inshaalloh jannatga men mos ko'rilsam, soatlab mehringizga to'yardim. Oyijon, to'g'ri, ba'zan yoshlik, ba'zan sho'xlik, ba'zan erkaliklar qilib qalbingizga ozor bergan kunlarim bo'lgandir. Lekin sizni o'z onam kabi yaxshi ko'rganman. Joyingiz jannatda, oxiratingiz esa